man shuni aytyapman, chunki bunaqa programmalar kelajakda ba'zilaringga ta'sir qilishi mumkin. Kimdir masalan shu o'zini yo'nalishi bo'yicha boshqa sohalarga o'tib ketishi mumkin. Kimdir biznesmen bo'lib ketishi mumkin, kimdir haligi olim bo'lishi mumkin, kimdir bir siyosiy faol bo'lishi mumkin. Har kim har xil. Lekin sizlarni birlashtirib turgan narsa nima? Mana bu jamoa, sport, kurash. Ko'rmaysizmi? Ana shuni hisobiga demak, sizlar 7 yoshdan 70 yoshgacha deydi-ku. Ana shu davr ichida har doim jamiyatga kerakli insonsizlar. Kim qaysi yo'nalishda bo'lib ketishiga qat'iy nazar. Faol bo'lib, mana ham sog'lom bo'lib yurish, bu sizlarning burchlaring. Sog'lom bo'lib yurish, faol bo'lib yurish, yoshlarning tarbiyasiga yana o'zlaringning hissalarini qo'shish, vatanimizni salohiyatiga, rivojlanishiga hissalarini qo'shish. Tushunarlimi? Ana shunda biz to'laqonli yaxshi jamiyat bo'lamiz. Sizlar ham bir joyga uyalib qolmaysizlar. Bilasizlarki, sizlar hech birovning haqqini yemayapsizlar. Birovga